Adasi, uyimizga ro'zg'orlik qilishimiz kerak edi. Nima qilyapsan o'zi? Idish tovoq yuvadigan gel bir oyga yetmayapti. Go'shtni ham ko'p solib qo'yapsan ovqatga. Uyda o'tirib pul topmaganingdan keyin shu-da. Olib ket qizingni. Qanaqa tarbiya bergansanlar? Qizim nima bo'ldi? Nega kuyovim bunaqa dedi? Ovqatga go'shtni ko'p solib qo'yarmishman. Har doim tashvishlaring jonimga tegdi deydi. Olib kelgan ro'zg'orliklarni ham minnat qiladi. Axir bu uyda o'zi ham ovqatlanadi-ku. Har gapida ishlamaysan, uyda o'tiribsan deyshadi. Men ataylab emas, farzandimizni katta qilish uchun uyda o'tiribman-ku. Qizim, ularning aytganini qil. O'zingni ehtiyot qil. Go'shtni kam solish kerak bo'lsa shunday qil. Gap qaytarmagin bolam. Ovqatni qara. Go'shtni muncha kam solgansan. Uyingda ovqatga go'sht solisharmidi? Go'sht ko'rganmisan o'zi?